boshimga chiqib aytgan narsang olib kelib berayotgan bo'lsam, jim turishini qara buni. Otang restoranimi bu, ha? Ha, otasini restorani. Xo'jayinning o'g'li. Sani deb ishdan ham haydaldik. Endi ish topish kerak. Seni bilmadim-ku, men topib qo'yganman. Kreditga mashina olaman-da, taksi qilib soqqani qilaman. Zo'r bo'lyapti ekan. O, kreditga aralashma. O, kamida 4 million kredit to'laysan har oyiga. Mashina bo'lsa, o texnika buzilishi bor. Unga o'rtacha 1 millionga ketadi. Tasavvur qil. O'zing yeb icharing, kiyinaman desa, unga 3 millionga ketsa, 8 million. Bir oyda 8 million topa olasanmi? Nima ishdan haydavordi hozir? Ya bitta brat keldi boya. Aka, onamga go'sht olib borishim kerak. Mol go'shti bering. Qo'y go'shtiga onam davleniyasi bor dedi. Ha, biz mol go'sht sotmaymiz-ku. Bilarkansan nima uchun haydalganingni? Sani deb men ham ishdan ketyapman. Hozir yana ish qidirish kerak. Seni bilmadim-ku, men surishtirdim. Mashina olsam har oy buzilmas ekan. Kreditga mashina olaman-da, taksi qilib soqqani uraman, bo'ldi, tamom. Otni dumi, men senga aytdim o'tgan safar. Kreditga mashina olding deylik. Buzilmagani bilan har oy 4 million kredit to'laysan, tushunyapsanmi? Undan tashqari 3 milliondan o'zingning xarajatlaring bor. Uylanaman deyapsan. Qandaysiga to'laysan shuncha kreditni? Ha, bolalar, nima qildinglar? Shu aytganingizdek motorni klap bilan to'g'rilab cho'tka qilib qo'ydik. Ha, men dvorniga almashtirish kerak degandim. Motor demadim-ku. Hey! Motorni men aytdim-ku, jinnimisizlar? O'xsharkansizlar, aka-uka emasmisizlar? Sal adashibsiz. Ikkoving ham ishdan haydaldi. Ha, nima? O'ylanma, jo'ra. Boshqa ish topamiz. Pashalar. Kreditga baribir mashina olsan, ha? Ha, bo'pti, taksi qilishim kerak. Onang demga to'g'ri aytgan ekan. Ketdim, qavarib ketdi. Soching sozing tornidi